Tumanda üstkart kartalarımızda, tuma kartalarımızın farkını sor, üstkart kartalarımızın farkını sor. Endi bizlarga asosan shu mahallaviy ayollar chiqimlari ochib berishda yo'nalish foydalanadigan kartalar virtual karta hisoblanadi. Virtual kartalarimiz mobil ilovalar bo'ladi. Mobil ilovamiz bor. Ularga yuklab olish kerakda. O'sha yuklab olgandan keyin o'sha yerda kartaga belgi beradigan joyi bor kartani. Virtual kartani yuklasib bergan paytda o'sha yerga tekin ochiladi. Üstkart karta ham, tuma karta ham. Ana navigatsiya masalan ichimizda o'sha yerda foydalanib kelyapti, ishlayapti. Bulardan o'sha kartalar mahsulotlarini hech bilmagan. Endi viza kartalar to'g'risida ma'lumot beradigan bo'lsak, viza kartalarimiz har xil turi bor. Viza klassigimiz 30 ming so'm. Viza gold kartamiz 50 ming so'm. Endi bu farqli tomon nimada desa savol tug'iladi. Chunki viza klassik bilan viza gold kartalarimizda sudda badal yo'q bo'ladi. Endi viza kartalarimizdan yana platinum degan kartamiz bor, viza platinum. Keyin viza definitiv degan kartamiz bor. Bularda